Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Ana Tunukaxon high-tech fasonga bo'ldi. Navis oldagi. Ana bu uni ana Navis xohlagan fasonga chiqaramiz. Xohlasangiz mana bunday. Xohlasangiz ana shunday. Tunukaxon kvadrati. Bular lekin 3,5 talik materialdan bo'ldi. 150 ming so'mdan bo'ldi bular. Kvadrati. Stumlar bo'ldi. 850-900 ga yaqin stumlar. Ana tashqari Novasiy Tunukaxoni. Endi darvozaxonaga kiramiz. Darvozaxona 15,5 ga 7,5 darvozaxona. Gullari alkafon alohida uriladi. Xizmat haqqi alohida uriladi-da, endi alkafon o'rtasidagi alkafon. Shuna boraveramiz. Darvozadan keyin Navis. Mana shu fason bo'ldi, Navis. Buni ikkita kanalga qo'yiladi, ola stumlari bo'ladi keyinchalik. Hozir keyin ana shu nima bo'ladi bu? Novalari Tunukaxon. Bular hammasi kattasi 3,5 talik materialdan bo'ldi, 150 mingdan bo'ldi katta. Ana bu bo'ldi 130 ming so'mdan Tunukaxon. Novasi 80 ming so'mdan metri. Novaga ana shunday xizmatlar bo'lsa aytinglar. Bo'ldik ishni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bolalarim.